Ulug' qomusiy olim Ahmad al-Farg'oniy, uning to'liq ismi Abul Abbos Ahmad ibn Muhammad ibn Kasir al-Farg'oniy, jahon ilmida avvalambor yirik astronom, matematik va geograf sifatida tan olinadi. U 797-yilda Farg'ona vodiysida dehqon oilasida tug'ildi. Marvda tahsil oldi, Xorazmda yashadi, Bag'dod va Damashqda faoliyat olib bordi. Al-Farg'oniy yoshligidayoq zehni, tirishqoqligi va bilim olishga bo'lgan ishtiyoqi bilan bolalardan ajralib turardi. U tezda arab yozuvini o'rganadi va arab tilida chiroyli gapiradigan bo'ladi. Bolaligidayoq arab, turk, uyg'ur tillarini chuqur o'zlashtirgan Farg'oniy, Bag'doddalik davrida Yunon olim faylasuflari donishmandligidan bahra olish uchun Yunon tilini ham o'rgangan. U matematikani yanada ko'proq astronomiyani sevar edi. Ahmad al-Farg'oniy Damashq rasadxonasidagi faoliyati davrida ilmiy ekspeditsiyalar uyushtirardi. Jumladan, yer meridianining 1 darajasi uzunligini o'lchash uchun Suriyaning shimoliga Sinjor dashtiga ekspeditsiyaga chiqadi. Al-Farg'oniyning meridian yoyini o'lchashi yer shari o'lchamini aniqlashga yordam berdi va Ptolomey ta'limotiga asoslangan yer xaritasiga jiddiy o'zgartirishlar kiritilishiga sabab bo'ldi. Qadimgi donishmandning bu xaritasi 100 yillar davomida dengiz suzuvchilari va olimlar tomonidan shak shubhasiz tan olib kelingandi. Farg'oniyning kashfiyoti 5 asrdan keyin Portugaliyalik dengiz suzuvchilarining marshrutlarini to'g'ri aniqlashlariga yordam berdi. Mashhur Xristofor Kolumb farg'onalik olim ilmiy merosidan foydalanib, ekspeditsiyalarga chiqishdan oldin manzilining uzoqligini, yo'lga sarflanadigan vaqt, oziq-ovqat va qancha odam olish kerakligini hisoblab chiqardi. Ahmad Farg'oniy yashagan davrda O'rta Osiyo arab xalifaligi tarkibiga kirardi. Unda Harun ar-Rashidning o'g'li Abdulloh noyib bo'lgan. Bu ziyoli hukmdor Mavravun Nahrdan, Xurosondan va Xorazmdan talantli kishilarni Marv shahriga to'playdi. Sharqdagi bu yirik ilmiy markazga Al-Farg'oniy ham kirgan edi. Harun ar-Rashid vafotidan keyin taxtga Al-Ma'mun nomi bilan Abdulloh keladi. U 6 yil xalifalikning muvaqqat poytaxti bo'lgan Marvda qoladi. 819-yilda Al-Ma'mun saroyi va olimlar bilan Bag'dodga ko'chadi. Ular bilan Al-Farg'oniy ham Bag'dodga keladi. Al-Farg'oniy Damashq rasadxonasida bir guruh olimlar bilan ishlaydi. Bu rasadxona ham jahonda Ma'mun akademiyasi deb yuritiladigan Baytul Hikma, donishmandlar uyiga tegishli edi. Donishmandlar uyi xalifa Harun ar-Rashid hukmdorligida Bag'dodda Yunon, Eron, Hind, Suriya tillarida yozilgan ilmiy asarlarni tarjima qilish markazi va rasadxonasi tarzida barpo etiladi. Al-Ma'mun Baytul Hikmaga davlat tabiiy fanlar ilmiy markazi maqomini berdi va u tarixda qadimgi Aleksandriya, Nishapur, Edessa, Antioxiya ilmiy markazlaridan ham shuhratliroq bo'lishi kerak edi. Xalifa topshirig'iga ko'ra olimlar rasadxonalar qurganlar, geografik kartalar, zijlar tuzganlar, tabiat va inson vujudi haqida kitoblar bitganlar. Baytul Hikmaning o'zidagina O'rta Osiyolik olimlar tashkil etgan, ularning bir qismi Al-Ma'mun bilan birga Marvdan kelgan Al-Xorazmiy, Al-Farg'oniy, Al-Marvaziy, Yahyo ibn Abu Mansur, Al-Marvaridiy, Al-Javhariylar edilar. Ahmad al-Farg'oniyning
yana bir nisbati al-Hassib, arabcha hasib hisobchi, matematik bo'lganligini ham bilamiz. Al-Farg'oniy yer va osmon haqidagi tushunchani ilmiy asoslash bilangina cheklanib qolmay, balki islom dunyosi me'morchiligida ham o'chmas iz qoldirdi. Qohirada yashagan chog'larida Al-Farg'oniy Nil daryosining suvi darajasini o'lchaydigan maxsus asbobni, miqyos-un Nilni yaratadi. Fanda u Nilomer deb ataladi. Al-Farg'oniyning bu miqyosi 10 metr balandlikdagi marmar ustundan iborat bo'lib, unga o'lchash chiziqlari, shkalalar o'yib chizilgan va ustiga 3 pog'onali silindrik minora barpo etilgan. Ilmiy, texnik va me'moriy jihatdan g'oyat ulug'vor bu qurilma Nil daryosining Sayyolat ul-Rot mavzesida hozirga qadar saqlanib qolgan. Al-Farg'oniy Al-Xorazmiyning matematika maktabi an'analarini rivojlantirib, ikkinchi darajali egri chiziqlar hosil qilish va ularni uchli arklar qurilishiga tatbiq etish uslubini ishlab chiqdi. Al-Farg'oniy loyihasi asosida Qohira shahridagi Nilomer ustiga uchli ravoq barpo etildi. Bu Misr me'morchiligida birinchi marta qo'llanilgan yangilik edi. Uchli arklarning 3 markazli, 4 markazli hamda ellips shakllari bo'yicha loyihalar yaratgan. Uchli arklar o'ziga xos latofati bilan o'rta asrlarda Sharq me'morchiligining tarkibiy qismidan o'rin oldi. Al-Farg'oniy o'z kuzatish va tahlillari natijasida 832-yilda yuz bergan quyosh tutilishini oldindan aytib bergan. Al-Farg'oniy Ptolomey ta'limotiga tayanib hamda aniq kuzatishlar olib borish asosida yerning va osmon gumbazining sferik xususiyatlarini yorqin mantiqiy tasavvurlar bilan tavsiflaydi. Astronomik va geografik tushunchalarni oddiy, lo'nda qilib ifodalab beradi. Uning Geografiyaga kirish nomli asarida Ptolomeyning yulduzlar katalogini tahlil qilib, unga bir qator tuzatishlar va yangiliklar kiritadi. Astronomiya asoslari haqida kitob Ahmad al-Farg'oniyning katta shuhrat qozongan asari bo'lib, 850-yillar atrofida yozilgan va bizning davrimizgacha arab qo'lyozmalarida hamda lotin tiliga qilingan tarjimalari bilan yetib kelgan. 12-15 asrlarda bu asar Samoviy harakatlar va umumiy astronomiya kitobi nomi bilan Yevropa universitetlarida astronomiya bo'yicha asosiy darslik sifatida qabul qilingan. Muallifning ismi esa lotinchalashtirilib Alfraganus shaklini oladi. Kitob tarjimasi qo'lyozma shaklida tarqatilgan. 1493-yilda esa u ilk tosh bosma kitoblar sirasida lotin tilida chop etilgan. Kitobning 1669-yilda golland matematiki Gollius tomonidan arabchadan yana mukammal tarjima qilinishi va chop etilishi Al-Farg'oniy ismini yanada taniqli qilib yuboradi. Bizning ajdodimiz nomini taniqli yevropaliklar 14-asrda yashagan Dante va 18-asrda yashagan Schillerlar ham o'z asarlarida tilga olganlar. Yerning kattaligi va 7 iqlim haqida nomli risolasida aholi maskanlari hamda mamlakatlar 7 iqlimga bo'lib berilgan. O'ziga xos tomoni Al-Farg'oniy shaharlarini va viloyatlarini sharqdan g'arbga yo'nalishda tasvirlagan. Bunda 7 iqlimga bo'lish Yunonlar an'anasiga asoslangan bo'lsa, har bir iqlimdagi shahar va mamlakatlarni sharqdan g'arbga tartibda izohlanishi Hind fani an'anasiga xosdir. Kitobda atrof muhitning va boshqa omillarning iqlimga ta'siri ham bayon etilgan. Unda muallif o'z vatani Movarounnahrning tabiiy iqlim sharoitini batafsil bayon qilgan. Masalan, kitobda shunday jumlalar bor. 4-iqlim sharqdan boshlanadi.
va Tibetdan, so'ngra Xurosondan o'tadiki, bunda Xo'jand, Usrushona, Farg'ona, Samarqand, Balx, Buxoro, Hirot, Amuya, Marvarid, Marv, Saraxs, Tuz, Nishopur shaharlari bor. Undan so'ng Jurjon, Kumis, Tabariston, Demovand, Qavzin, Daylam, Ray, Isfahondan o'tadi. Al-Farg'oniy 68 yoshida Bag'dodda vafot etadi. Allomaning 7 asari bizgacha saqlanib qolgan. Lekin bular hozirgi zamon tillariga tarjima qilinmagan. Uning qo'lyozmalari yirik shaharlar kutubxonalarida e'zozlab saqlanmoqda. Masalan, astronomiya asoslari haqida kitob qo'lyozmalari dunyo kutubxonalarining deyarli barchasida bor. Astronob yasash haqida kitob asarining qo'lyozmasi Berlin, London, Mashhad, Parij va Tehronda saqlanmoqda. Astronob bilan amal qilish haqida kitob qo'lyozmasi Hindistonning Rampur shahrida, Al-Farg'oniy jadvali qo'lyozmasi esa Hindistonning Patna shahrida, oyning yer osti va ustida bo'lish vaqtlarini aniqlash haqida risola qo'lyozmasi Qohirada, quyosh soatini yasash haqida kitob qo'lyozmalari Halab va Qohirada saqlanmoqda. Al-Farg'oniyning O'rta Osiyo ma'rifiy madaniy hayotidagi o'rnini hisobga olib, UNESCO xalqaro tashkiloti 1998-yilda uning 1200 yillik yubileyini o'tkazish taklifi bilan chiqdi. O'zbekistonda Al-Farg'oniy ilmiy merosi Jahon fani rivojida nomli xalqaro konferensiya tashkil etildi. Uning kitoblari Yevropa va Osiyo tillarida nashr etildi. Farg'ona shahrida uning nomi bilan bog' yaratildi va buyuk allomaga ulug'vor haykal o'rnatildi. Oydagi 20 kilometrlik yirik kraterlardan biriga Ahmad al-Farg'oniy nomi qo'yildi.